2026 Chevrolet Gentra bu zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va kundalik foydalanish uchun qulaylikni birlashtirgan yangi avlod sedanidir. Ushbu model tashqi ko'rinishida aerodinamik chiziqlar, LED faralar va yangilangan radiator panjarasi bilan ajralib turadi. Ichki makonda esa ergonomik o'rindiqlar, sifatli materiallar va raqamli asboblar paneli haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. 2026 Chevrolet Gentra shahar va uzoq masofali safarlar uchun mo'ljallangan bo'lib, muvozanatli o'lchamlari tufayli har qanday sharoitda ishonchli harakatlanadi. Avtomobil kapoti ostida samarali va tejamkor benzinli dvigatel joylashgan bo'lib, u silliq tezlanish va barqaror yurishni ta'minlaydi. Yangi avlod dvigateli yoqilg'i sarfini kamaytirish bilan birga ekologik talablarga ham mos keladi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, haydovchilarga o'z uslubiga mos tanlov qilish imkonini beradi. Shassi va osma tizimi qayta sozlangan bo'lib, notekis yo'llarda ham yumshoq harakat va yuqori nazoratni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida 2026 Chevrolet Gentra zamonaviy yechimlar bilan jihozlangan. Avtomobilda bir nechta havo yostiqchalari, ABS, ESP va tortish kuchini nazorat qilish tizimlari mavjud bo'lib, ular favqulodda vaziyatlarda haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Bundan tashqari, orqa kamera, parkovka datchiklari va zamonaviy haydovchiga yordamchi funksiyalar shahar sharoitida boshqaruvni yanada oson qiladi. Multimedia tizimi katta sensorli ekran, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi bilan jihozlangan bo'lib, musiqa, navigatsiya va aloqa imkoniyatlarini qulay boshqarishga yordam beradi. Bluetooth va USB ulanishlari kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Ichki makondagi shovqin izolyatsiyasi yaxshilangan bo'lib, bu esa sokin va yoqimli haydash muhitini ta'minlaydi. Konditsioner va iqlim nazorati tizimi har faslda qulay haroratni saqlashga yordam beradi. Bagaj bo'limi keng va funksional bo'lib, oila